Prompt muhandisligi, prompt engineering va sun'iy intellekt asosidagi virtual yordamchilar orqali biz ijodkorlikning mutlaqo yangi darajasiga yetishimiz mumkin. Bu faqatgina san'at emas, balki chizma, tasvir, video va hattoki ovoz yaratish sohalarida ham o'z ifodasini topadi. Ushbu bo'limda biz sun'iy intellekt yordamida ijodiy salohiyatimizni qanday kengaytirish mumkinligini amaliy misollar orqali ko'rsatamiz. Biz prompt yordamida, ya'ni oddiy matn asosida noldan boshlab tasvirlar va videolar yaratamiz. Bu jarayonda oldingi biror namuna yoki shablonga muhtoj emasmiz. Faqat fikr, tasavvur va to'g'ri yozilgan prompt kifoya. Keling, matndan tasvirga texnologiyasidan boshlaylik. Bugungi kunda bu yo'nalishda bir nechta mashhur modellar mavjud. DALL-E OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan ChatGPT bilan bir kompaniyaga mansub. Midjourney mustaqil platforma bo'lib, o'zining realistik va kreativ tasvirlari bilan tanilgan. Stable Diffusion Stability AI tomonidan ishlab chiqilgan ochiq manba asosida ishlaydi. Imagine and Party Google tomonidan yaratilgan ilg'or modellar. Biz ushbu bo'limda aynan shularning ba'zilari yordamida qanday tasvirlar yaratish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Natijada siz ham bunday modellar orqali o'zingizning ijodkorlik qobiliyatingizni namoyon etishingiz mumkin.